Assalomu alaykum hammaga. AXC futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda haftalik kelgan o'yinchilar, ya'ni portlarga pakobini qilib ko'ramiz. Bizda 300 coin bor va bitta free imkoniyat ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu hafta kelgan portlarda asosiy qahramonlar Usmon Dembele gol pochirib kelgan. Brian Mbeumo ham gol pocha stilda. Uniteddan Paulo Dybala, Romadan Creative Playmaker va Real Madriddan Raul Asensio, Milandan Nicolas Fulkrug, Chelseadan Robert Sanchez darvozabon, Napolidan Stanislav Lobotka, yana boshqa o'yinchilar, Jose Gaya. Bugungi videoda sizlar bilan shu pakni ochib ko'ramiz. Mening asosiy maqsadim Dembele, Mbeumo, Paulo Dybala va Raul Asensio. Bo'lmasam boshlaymiz. Bizda birinchi imkoniyat va birinchi imkoniyatimiz yapon shyapti. Kodai Sano. Qaramasam ko'ngillarga ochish boshlaymiz. Dembele, Mbeumo va Raul Asensio. Qani. Yana kimga kerak emas bo'lgan o'yinchi. 3-imkoniyatimiz. Ikkitasida beradi deb yaxshi o'yinchi. Va Raul Asensio chiqyapti bizga. Real Madridning himoyachisi. Yaxshi katta chiqib turgan, tezliklari, himoyatlari, havoda o'ynashlari ham yaxshi. Destroyer stilida. Va oxirgi imkoniyatimiz. Qaysi ochib ko'raylik. Chelsea'ning darvozaboni Robert Sanchez chiqyapti. Omadsiz bo'ldi, juda omadsiz bo'ldi. Bitta shu Raul Asensioni berdi. Boshqa hech kim bermadi. Oxiridan chiqdi. Sanchez. Endi bu o'yinchilarni sastavga qo'yib ko'ramiz. Necha reytinglarga ega bo'lar ekan. Bu sastavga qo'yamiz. Order of signing Robert Sanchez 97 rating. Raul Asensio 100 rating. SSC qo'shib bilaman. Gonzalo Guedes va SMFga Kodai Sano. Unda statistikani ko'rib chiqamiz. Robert Sanchez attacking goalkeeper 1.97 ekan bo'yi buni. 91, 87, 85, 94, 91. Yaxshi. Gonzalo Guedes, whole player, dribbling, paslari, realizatsiya, tezliklari yaxshi. Kodai Sano. Ikki parasi yo'q. Raul Asensio. Himoya statlari yaxshi, tezliklari, jumping, fizikal kontaktlari ham ajoyib ekan. Dueling booster ekan. Heading, vector pass, load of pass, marking, interception, blocker, area superiority, sliding tackle,
Acrobatic Clearance, Fighting Spirit skill'lari ham zo'r ekan. Shu bilan bugungi videomiz o'z oxiriga yetadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.